Assalomu alaykum. Ko'pchiligimiz o'zimizni sevishni bilmaymiz. Nega? Chunki bolaligimizdan bizga shunday o'rgatilgan. O'zingni o'ylama, boshqalarni o'yla. Ammo o'zingizni sevmasangiz, boshqalarga ham chin yurakdan yordam bera olmaysiz. Bo'sh idishdan suv quyib bo'lmaydi. Endi men sizga 3 ta oddiy qadam aytaman. Birinchi qadam: o'zingizga muloyim gapiring. Xato qilsangiz ham o'zingizni qoralamang. Eng yaxshi do'stingizga qanday munosabatda bo'lsangiz, o'zingizga ham shunday munosabatda bo'ling. Ikkinchi qadam: o'zingizni kechiring. O'tmishdagi xatolaringiz uchun o'zingizni jazolamang. O'sha paytda siz qo'lingizdan kelganini qilgansiz. Uchinchi qadam: o'z ehtiyojlaringizni tan oling. Charchadingizmi, dam oling. Xafa bo'ldingizmi, his qiling. Yordam kerakmi, so'rang. Bu zaiflik emas, bu aqllilik. Yodda tuting, o'zingizni sevish xudbinlik emas, bu sog'lom yashashning asosidir.